O'zbekistonda yangi ixtiro bo'ladi. Ustakalarimiz shunaqa yangilik qilishgan. Sexni o'zida turibmiz. Temir so'ri, temir kachalaklar ishlab chiqariladigan optim joyi bo'ladi. Eng yaxshi tomoni hozir issiqda kunida suvda sepib muzdakini oila bilan maza qilib o'tirganga yetmaydi. Bularda afzalligi bir dona telefon qilasiz. Vodiy bo'ylab uyingizgacha dastlabki tekin Toshkentgacha ham uylaringizgacha yetkazib beriladi. Tekshirib olasiz. Borgandan keyin pulini bersangiz bo'ladi. Olasangiz g'ildirak qo'yib berilsin deganlarga qo'yib beriladi. Eng yaxshi tomoni original so'rlar ishlab chiqariladigan eng qalin va pishiq puxta holatda sexiga kelganmiz. Endi narxlarni ustakamiz o'zlaridan olib o'tamiz. Aka, rostdan dastlabki tekinmi? Assalomu alaykum Ravshanbek, tuzimsiz. Dastlabkamiz haqiqatan ham Toshkent bo'ylab, Vodiy bo'ylab dastlabki bepul uyingizga borishganda berishadi. Bu birinchi bizning ishimiz, xudo xolasa. O'zimizning sex boshlanishi. Birinchi partiya desa ham bo'laveradi. Hozirchalikka mana 3 ta 4 ta so'ri tayyorlab qo'ydik, 2-3 ta kachel tayyorlab qo'ydik. Siz kelgunizcha ham zakasimiz bor, uni chiqarib yubordik. Ha, demak sotilib ketdi. Videoga ulgurmadik, o'shaning uchun xudo xolasa endi borini chiqarishga harakat qilamiz. Mana shu so'rimiz xudo xolasa razmeri bekik tomoni 2 metr, ochiq tomoni 2,5 metr. Polish ponkali bo'ladi. Xudo xolasa samarezlarda qatirganmiz. Choklari ham o'nchilmagan, choklari ham yaxshi. Xudo xolasa profilni qalinligi stenkasi 1.6 deyiladi. Ko'pchilik 1.2, 1.1 stenkalardan qilishyapti. Profili qalin, kraskalari yaxshi, mokri. Bu high-tech fasonda. Xo'p, oyog'i 8 ga 8, to'ro stoykasida ham roliklari bor. Stopli bo'ladi, xudo xolasa. Qimirlamaydi hech qayerga. Jiqildirib qo'yganingizdan keyin 6 kishigacha bemalol o'tirsa bo'ladi. Buni narxini Toshkent shahri Vodiy bo'ylab 3.300.000 so'mga dastlabkasini qilib beraman bepulga. 3.300.000 so'm. 3.300.000. Dastlabki ichida. Dastlabki ichida. Zo'r qaranglar, lazerli, juda ham chiroyli holatda chiqqan. Eng yaxshi tomoni, nechta odam sig'adi bunga? Bunga 6 ta odam. 6 ta odam sig'averadi. Yana bitta masala, ko'pchilik taxtaga taqqosingiz, taxtani misol uchun 20 yil ishlatadi, 15 yil ishlatadigan bo'lsangiz, buni ko'proq ishlatasiz. Bu endi avloddan avlodga ham o'taveradigan narsa. Temirlikda ham stenkasi qalin. Lekin narxi o'sha taxta so'rini narxi bilan bir xil qilib beryapti. Lagalardan ham qo'yilgan, baquvvat qilib. Lagasi bor, xudo xolasa, lagalari ham baquvvat. O'sha 3.300.000 so'mga qilib beraman dastlabki. Lekin bu narxga o'zi bizga qoplamaydi, to'g'risi. Endi birinchi ishimiz bo'lganligi uchun, yoz oxirlab qolganligi uchun berib yuboryapmiz. O'zi asli 3,5 million, 3.600.000 sotsak bo'ladi. Biz endi dastlabkasini ham qilib beryapmiz, mayli 3 million. Xo'p, bunisi 3.700.000 so'm, razmeri hozirda 2 ga 3 metrlik. Ya'ni yopiq tomoni 2 metr, bu tomoni 3 metrlik shifon, taxtalari sasna, qayrilib eshilib ketmaydi. Profillari 1.6lik, 4 ta roligi bor ichida. Stoykalarni mana bunaqangi chiroyli qilib gold svet, oltin svetda qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa baquvvat, pishiq, bemalol aqabaqa jildirib ishlatsa bo'laveradi. Tozalashga ham udobniy. Zo'r. Buni narxini 3.700.000 so'm qilib beramiz. Haqiqatda arzon chiqyapti ekan, chunki temir narxi ham o'zi anchagina pul bo'ladi. O'zi Ravshanbek buni yasatish nima? Buni poltaxtasini o'zini hozir mana gapni o'g'il bolasi 750.000 so'm ketadi. Polni o'ziga. Donasi mana gapni o'g'il bolasi 28.000 so'mdan donasi. Mana shu o'ziga hozir 20 bitta atrofida ketgan. Qoyil. Buni samarezi bor, buni qatirib chiqish mehnat issig'ida o'ziga yarasha. Olgan odam baraka topar ekanda birinchisi. Gap to'g'ri bo'lsa, hozir rosa mana shunaqangi chiqaman. Sexni birinchi ochdik endi, xudo xolasa yurg'izishga, maqsad yurg'izishga 100.000, 200.000 qolsa ham beraveramiz. O'shaning uchun 3.700.000 so'm. O'zi 4 million so'm sotishimiz kerak o'zi. Demak, betdan xudo xolasa, bet ko'ryapsizlar, boshlanishi katta sex bo'ladi. Hamma yo'q ishlab chiqarlar, yo'lga qo'yiladi. Etap-mayta ketyapti. Noldan o'zi sekin shu joygacha kelindi. Harakat qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, like bilan qo'llab-quvvatlab qo'ysa yaxshi bo'ladi. Buni razmeri 2.65 ga 3.15. 3 ta lagasi bo'lar ekan. Ya'ni bu ichini o'zi 2,5 ga 3. To'liq razmeri 2,5 ga 3. Agar ikki chekkadan hisoblaydigan bo'lsa, yana 12 santimetrdan qo'shiladi. Ichini o'zi 2,5 ga 3. Ravshanbek ko'p joydan so'ra olishadigan bo'lsa, 2,5 ga 3 so'ra olishadigan bo'lsa, o'zi ichki razmeri asli unaqa 2,5 ga 3 bo'lmaydi. Chunki bu profillarni hisobga olib turib o'lchashadi-da. O'shaning uchun. Xo'p, profillar bu yig'iladigan variantda, yig'ish oson. Mana bunaqangi kripniyalar qilib qo'yganmiz. Mana ko'rib turibsiz, kripniyalar. Uch tomoni chiqadi.
lagerlarigacha chiqadi. Mana lagerlarni ham chiqarishimiz mumkin. Lagerlari ham chiqadi. Dastlabkiga ham udobniy. Dastlabkiga ham udobniy, razmeri katta bo'lganligi uchun keyin bir joyga ko'chirish ham juda ham oson bo'ladi. Keyin sezonli bo'ladigan bo'lsa, yig'ishtirib olib qo'y, yana yozda foydalansa bo'laveradi. Shunaqa. Buni narxini 4 million so'm qilib beraman. O'sha komplektda g'ildiragi bor, dastavkasini ham qilib beraman. Poli ham bo'ladi. Pol taxtasi ham bo'ladi. Bo'ladi. Qoyil. Men shularda aka, endi o'zim nima deydi, reklama ko'p qilganim uchun mana shular 5,5 milliondan videoga qo'yganman. Akalarimiz chaqirishganda, narigi ko'rib turganlaringiz 4 million 300 ming so'mdan qo'yilgan. Men reklamaga qo'yib berganman. U ham xuddi shunaqa dizaynlar, atrofi, razmerlar shunaqa chiqqan. Chunki temir so'ri narxi qimmat yuradi. Sababi taxtadan ko'ra ancha materiali ham qimmat bo'ladi. Albatta. Ravshanbek hozir to'g'risi gapni ochig'i o'sha aytganimdek, o'zini nimasini pulini chiqarishga qilib beryapman. Birinchi ish boshladim. O'zi to hisob chiqarib olguncha, o'rniga tushib olguncha vaqt ketadi. Vaqt ketadi. Xo'p, endi bu kachelarimiz Tayland poytaxtalik qilib endi o'zimizcha ideya qildik. Endi yangilik bo'libdi. Endi baholasin. Endi bilmayman lekin buni narxini hozir 3 million qilib beraman. Nimaga? Profili 8 ga, hamma joyi 8 ga turishayotganman. Zanjirlik, chiroyli. Odamlar bundan navis ko'taryapti. Chiqaradi. Navis ham qilishyapti. Zo'r. Buni endi bog'larga, chiroyli joylarga qo'yib qo'ysa, aka bog'lardan tashqari hozir qanaqa uy bo'ladigan bo'lsa ham o'ta chiroyli turadi, dekorativniy bo'lib. Bundan tashqari dam olish maskanlariga ham qayerga qo'ysalang ham xizmatini qilib beradigan, yarashadigan, qimillanmaydi. Ancha-munchaga mabodo bolalar yiqilib tushsa ham qattiq tushmas ekan bir tomonlariga. Qancha vес ko'taradi aka? Xo'p, 300 kilo bemalol ko'taraveradi. 300 kilo ko'taraveradi. 300 kilo bemalol ko'taradi, chiqib ko'rdik. Endi aka sizga telefon qilib, menga shu ko'rinishda yasab bering, shu fasonda 100 ta yo 50 ta deylik, yaxshi niyat telefon qilib olsa, qilib beraveramizmi? Yasab beraveramiz. Xudo xolasa muammo yo'q aka. Albatta. Xo'p, endi bunisini ham narxini 3 million qilib berdik. Bu ham 6 ga 4 profildan ishlatilgan. Bular stoykalari 4 ga 2, sasna bu ham qiyshayib eshilib ketmaydi. Laklab qo'yganmiz, suvga chidamli. Suvni sepib ishlatishaveradi. Keyin chiqadi Ravshanbek, bu joydan mana chiqadi mana. Demak, akam bizaqa foydalanib, dastlabkiga ham udobniy, hamma tomonlama. Dastlabkiga ham udobniy, 3 million so'm. Endi pulga arziydimi yo'qmi bilmayman, lekin nimalari, profillari qalin. Xuddi shu ko'rinishda 2 million so'mga yasasa bo'ladi shuni. Lekin uni stenkasi yib qo'yib bo'ladi. Bu tayda endi o'zingiz o'tirasiz, yiqilib tushadigan bo'lsa ham bo'lmaydi. So'rlar ham shunaqa, hammasi stenkasi 1.5, 1.6 stenka ishlatganmiz. Stenkasi endi o'sha qalinligida, to'g'rimi? Qalinligi. Zo'r. Xudo xolasa pishiq puxta aloqaga chiqishaversin. Shu manzilimiz Marg'ilonda, dastlabkamiz Toshkent shahri vodiy bo'ylab. Kelib olib ketaman desa ham narxidan o'zimiz o'tib beramiz. Kelib olib ketamiz desa, narxidan bizatni o'tib beramiz. Endi o'zimizning mashinalar bor, o'shalardan chiqarib beramiz. Zo'r. Keyinchalik agar bu videoni ko'radigan bo'lsangiz ham bemalol telefon qilaverasiz. Aytganimizdaqa bu ish boshlandi, xudo xolasa betimiz katta sex bo'lib, assortiment qilib har xil so'rlardan va qolgan shunaqa kacheli, yana qo'shimcha naborlardan qo'shib boraveramiz aka. Pastdagi nomerlarda Telegram, WhatsApp bor. Telefon qilib Ravshanbekdan oldinsalaring, xudo xolasa faqat sizga xizmat qilib beradigan so'ri va kachelilar chiroyli qilib chiqarib beringlar.